Xayli kun siz bilan hozir o'zimizni pulga, baxtga dasturlash kundaligimizni yaratamiz. Xohlasanglar pauza qilinglar, xohlasanglar ko'rib keyin yozib olinglar. Pauza qilib to'xtatib yozsanglar bo'ladi. Ruchka va daftar kerak bo'ladi. Men boshlayman. Men endi ruschadan перевод qilib sizlarga yetkazmoqman, shuning uchun men biroz qiynalishim mumkin o'zbekchada. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Faqat yozinglar. Hamma sarflagan pullarim 10 barobar bo'lib o'zimga qaytadi. Pullar menga oson keladi, qachonki men baxtli, quvnoq va xotirjam yursam, kulsam. Men uchun boy bo'lish xavfsiz. Boylik, to'kinlikda yashash men uchun xavfsiz. Это безопасно для меня. Meni energiyam doim kerakli insonlarni menga yaqinlashtiradi. Voqealarni yaqinlashtiradi. Oson va tabiiy yo'l bilan o'zimga tortaman, ega bo'laman. Shuning uchun xotirjamman, я расслаблена. 6-si. Men o'zim istagan, o'zimga yoqqan narsalar bilan shug'ullanib, boyib bormoqdaman. Именно hozir gapiringlar. На данный момент вы богатеете. То, что занимаетесь любимым делом и разбогатеете. Shunaqa deb gapiringlar. Men o'zim istagan, o'zimga yoqqan narsalar, o'zimga yoqqan ishlar bilan shug'ullanib, boyib bormoqdaman. 7-si. Meni orzularim ushalmoqda, o'zim o'ylaganimdan-da tez ushalmoqda. Orzu qilishim bilanoq orzularim ushalmoqda. Meni orzularim ushalmoqda, o'zim o'ylaganimdan-da tez ushalmoqda. Orzu qilishim bilanoq ushalmoqda. Men baxtli yashash uchun yaralganman. Men mavjudman, shunday bo'ladi. Xohlasanglar mana skrin qilib olib, bittadan yozib, takrorlab yuringlar. Bu programma перепрограммирование, roddan o'tib kelayotgan sarqitlar bor-da, bizdan oldin yashab o'tib kelganlar, yana bitta praktika qo'yaman. Bizdan oldin yashab o'tib kelganlarni nasldan naslga o'tadigan programmalari bor-da, boylikdan qo'rqish, oson keladigan pullardan qo'rqish, kreditga, qarzga зависимость programmasi. Uni biz atmena qilmasak o'tib kelaveradi u. Keyingi rilsimda kreditdan, qarzdorlikdan atmena bo'lish dasturini ko'rib chiqamiz. U biroz qiyinroq, lekin harakat qilaman sizlarga tushunarli tilda tarjima qilib berishga. Endi men inglizchada, ruschada o'qiyapman, shu bois